Andijon viloyati soliq tizimi xodimlari uchun hushyorlik va korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusida seminar tashkil etildi. Andijon viloyati soliq boshqarmasi shaxsiy xavfsizlik bo'limi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari ishtirokida xodimlar uchun seminar tashkil etildi. Tadbir davomida hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar va virtual makonda firibgarliklar, axborot xavfsizligiga tahdidlar ortib borayotgani alohida ta'kidlandi. Mutaxassislar firibgarlar tomonidan insonlarning ishonchiga kirib, ularni aldash, moddiy yoki ma'lumotlar yo'qotishiga sabab bo'layotgan holatlar ko'paygani, bunday xatti-harakatlarga qarshi har bir fuqaro va ayniqsa davlat xizmatchilari hushyor bo'lishi, axborot xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishi lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, seminar davomida korrupsiyaning tub mohiyati, uning iqtisodiy va ijtimoiy salbiy oqibatlari, shuningdek xizmat intizomi va etika qoidalariga amal qilishning muhimligi haqida so'z yuritildi. Soliq xodimlari tomonidan korrupsion holatlarga yo'l qo'yish holatlarini oldini olish maqsadida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, bozorlarga, savdo shoxobchalariga chiqqan holda tadbirkorlar bilan bevosita uchrashib, soliq organi xodimlari tomonidan yo'l qo'yiladigan har qanday salbiy holatlar, korrupsion holatlar sodir etilganda soliq qo'mitasining DSQ antikorrupsiya bot kanali, ishonch telefonlari orqali murojaat qilish yo'llari tushuntirildi. Bunda murojaat qilishda murojaatchining shaxsi oshkor qilinmaydi. Bunday tadbirlar viloyatimizning barcha tuman shaharlarida reja grafik asosida amalga oshirilmoqda. Tadbir doirasida Andijon shahri va Oltinko'l tumanidagi tadbirkorlar bilan ham ochiq muloqotlar tashkil etildi. Unda soliq sohasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlarning oldini olish yo'llari, jamiyat va tadbirkorlik rivojiga keltiradigan salbiy ta'siri haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Soliq tizimi xodimlari tomonidan korrupsiyaga yo'l qo'yilgan holatlarda tadbirkorlar va fuqarolar tegishli Telegram manzili orqali darhol murojaat qilishlari mumkinligi haqida ham tushuntirishlar berildi.